Go jigarlar. Xo'p, mana bugun registratsiyadan o'tishni o'rganamiz. AdinXbet'da do'stlar, registratsiyani bosamiz, qisqacha va o'rgataman. Mana AdinClick по телефону, по email, через sotsет bor. Po telefon o'tsa ham bo'ladi. Ko'pchilik hozirgi kunda telefon nomeri orqali osonroq o'tish bo'ladi. Men telefon nomeridan o'tganligim uchun AdinClick bilan ko'rsataman do'stlar. Mana shunday bosiladi. Shu o'rtada mana bonus va sport degan joyda kazino va games tanlanadi. Promokod degan joyga mana bu joyda ko'rib turganlaringdek mana Toshbet promokodi teriladi. Toshbet promokodini tergandan keyin albatta 140-150% bonuslar bor. Har xil 3 xil bonus bor. 120, 150, 140% bonuslar bor. Xo'p, O'zbekiston tanlanadi, O'zbekiston tanlanadi. Qaysi stranada bo'lsa, qaysi oblast, qaysi nima shaharda bo'lsa o'zi ko'rsatib turadi, skachat qilingani albatta. Bu video bizni Telegram kanallarimizda ham bo'ladi. Ko'p kanallarimizda o'rgatib o'tganmiz, qanday botlar ishlatish to'g'risida ham videolarimiz bor. Yana aytib o'taman, mana bu joyda bitishga qo'yiladi albatta. Keyin mana bosgandan keyin kapcha chiqadi. Kapchadan albatta o'tish kerak. Men robot emasman degan tasdiqlash kerak shuni. Avtomobil deyapti. Avtomobilni bosish kerak bo'ladi do'stlar. Avtomobilni bosish kerak bo'ladi. Подтвердить bosiladi. Yana so'rashi mumkin. Yo'q, bittada bo'ldi. Mana login parol bo'ldi do'stlar. Ko'rib turganlaringda login parolni saqlanib qo'yasizlar. Buni ichiga kirgandan keyin albatta настройка bo'limi bo'ladi. Настройка bo'limiga o'tgandan keyin nomerlarni kiritish kerak bo'ladi. Identifikatsiya qilish kerak bo'ladi xullas. Mana bu joylarda hamma narsalar to'ldiriladi do'stlar. Привязать deyapti. Mana telefon ko'rib turganlaringda mana shu joyda telefonni kiritasizlar. SMS keladi, tasdiqlab qo'yasizlar xolos. Настройка безопасность bo'ladi. Настройка безопасности ham to'g'rilab qo'yasizlar hammasi. Osongina u, tushuntirib o'tilgan, qiyin joyi yo'q do'stlar. Agar qandaydir savollar bo'lsa, video ostiga yozib qo'ysalaring, tushuntirib o'taman do'stlar, video qilib beraman. Ko'p mana shunday настройкалар to'g'risida Telegram kanallarimizda video darsliklar bor albatta do'stlar. Kimda kim qiziqayotgan bo'lsa, yana qanaqadir programmalar to'g'risida albatta Telegram kanallarimizda yoki video ostida описанияларда kommentariyalarda yozib ketsalaring, albatta o'sha to'g'risida video qilib beraman do'stlar, tushuntirib hamma narsani chotki zakkonni qilib ko'rsatib beraman. Albatta Toshbet promokodi bu hozirgi kundagi eng ishonchli va nima deydi, bonuslar olishga yordam berayotgan promokod bo'lib turibdi do'stlar. O'zbekistonda hozir eng ommalashgan promokodlardan bittasi Toshbet promokodi bu. Xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar, ko'rishguncha.